Sizning farzandingiz kuyib qoldi yoki biror bir yaqin odamingiz kuyganini ko'rdingiz va siz bunday paytda nima qilishni bilmayapsiz. Bugun bu video aynan shu haqida bo'ladi. Birinchi yordam kuyish bo'yicha. Bu videoni oxirigacha ko'ring. Kuyish bolalar orasida ko'p uchraydigan muammolardan biri, ya'ni kichik yoshdagi bolalar kuyishdan ko'pincha aziyat chekib shifokor oldiga kelishadi. Bunday vaqtda onajonlarimiz noto'g'ri birinchi yordamni ko'rsatadi. Ya'ni bola kuyganidan keyin darrov bolaga yog' surtish, muz qo'yish va turli xil zumnoy pastalar surish bilan bolani tuzatishmoqchi bo'lishadi. Lekin bularning barchasi xato hisoblanadi. Nimaga deysizmi? Hozir tushuntirib o'taman. Siz masalan kuyganda yog' surtdingiz. Bolalar terisi juda ham nozik va teri osti yog' qavati hali yaxshi rivojlanmagan bo'ladi. Bola kuyganida juda ham og'ir asoratlarga yuz tutishi mumkin. Surilgan yog' esa teri qavatini battar qizdirish va og'ir asoratlarga olib kelishi mumkin. Ikkinchisi, siz bunday vaqtda muz qo'ydingiz va bolani og'rig'ini kamaytirmoqchi bo'lasiz va hech qanday turli xil dog'lar qolmaydi deb o'ylaysiz. Bu ham xato. Muz qon tomirlarini toraytiradi va ko'pincha turli xil muammolarga olib kelishi mumkin. Bunday vaqtda umuman muz qo'yish mumkin emas. Uchinchisi, siz ko'pincha zumnoy pastalar surib, bolani achishini kamaytiraman deb o'ylaysiz. Vaholanki zumnoy pasta surilgandan keyin kuygan joyni battar achishtiradi. Bu holatga bola chida olmaydi va turli xil infeksiya tushish ehtimolini siz kuchaytirib qo'yishingiz mumkin. Xo'sh, bunday vaqtda nima qilish mumkin? Bola kuyganda darhol oqib turgan suvga bolani kuygan joyini olib borib qo'yish kerak. Ya'ni bu suv qaynoq ham va o'ta muzdek ham bo'lishi kerak emas. Keyin esa sekin astalik bilan u kiyimni yechib olinadi. Darrov yechib olingan vaqtda qaynoq narsa to'kilgan bo'lsa, u terini birgalikda sug'urib olishi mumkin. Bu ham xato hisoblanadi. Bu holatda oqib turgan suvga badanni o'sha qismini olib borsangiz, sekin astalik bilan terini ko'chmasdan chiqishiga yordam bergan bo'lasiz. Bu birinchisi. Ikkinchisi, albatta uyingizda pantenol vositasi bo'lsin. Pantenol bu kuyganda birinchi yordam ko'rsatish uchun ishlatiladigan dori hisoblanadi. Ma'lum bir kichkina idishchada bo'ladi. Bu kuygan joyiga sepiladi. Tarkibida lidokayni bor, og'riq qoldiradi hamda yengil kuygan holatida bolada shram qoldirmaslik, qizarishni oldini olish va kuyish darajasini 2-3-ga o'tishini oldini oladi. Uni darhol sepilsa og'riq taqataq to'xtaydi va juda ham katta foydasi bor. Va keyingi etap kuyganda albatta bu etaplarni qilib bo'lganingizdan so'ng albatta shifokor, xirurg ko'rigiga olib borish tavsiya etiladi. Xirurg kerakli bo'lgan muolajalarni sizga yozib beradi. Esingizda bo'lsin, farzandingiz sog'lig'i sizning qo'lingizda. Turli xil vositalarni bilmay ishlatish, bularning barchasi xato hisoblanadi. Agarda bu video sizga qiziq bo'lgan bo'lsa, o'zingiz uchun kerakli bo'lgan ma'lumot olgan bo'lsangiz, like bosishni unutmang. Sizda ham shunga o'xshash qiziq voqealar bo'lganmi yoki biror bir yaqin insoningizda bo'lganmi? Bu haqida kommentariyalarda yozib qoldiring.